Elbrand sizlar uchun yengillik qilishdan to'xtamayapti va to'xtamaydi ham. Qaranglar. Bu ikkinchi etajimiz bo'ladi. Sizlar shu videoga like bosib, Elbrand sahifasiga obuna bo'lib, kommentariyalarda olovlarni qoldirsanglar, e'tibor beringlar. Birinchi va ikkinchi etajlar qaranglarga xohlasanglar, aktiv bo'lsanglar, 5-fevraldan 10-fevralgacha 99 minglik aksiya qilamiz. Qaranglar, xo'p. Bahorga, qishga, kuzga, yozga, luboy faslga kiyimlar bo'ladi. 300 ming, 400 ming sotilgan kiyimlarni ham 99 ming qilamiz. 200 ming, 250 ming sotilgan kiyimlarni ham 99 mingdan qo'yamiz. Misol uchun oldingi safar 2000 xil tovar 99 ming so'm bo'lgan bo'lsa, misol uchun hozir tepa ham qo'shildi. Bu degani 4000 xil tovar 99 ming bo'ladi degani. U hammasizlarning qo'linglarda shu videoga like bosib, Elbrand sahifasiga obuna bo'lib, aktiv bo'lib, 99 minglik aksiya bo'lsin deb yozib qoldirsanglar, biz 99 minglik aksiyani e'lon qilamiz. To'g'rimi aka? Bu kishi boshliq bo'ladi. To'ppa-to'g'ri hammangiz kutib qolamiz. Bizdan bomba yangiliklar bor. Mana bunaqa Xitoydan juda katta partiyada oyoq kiyimlar zakasi qo'yganmiz. Hammasi sizlar uchun bo'ladi, azizlar. Xitoy mahsuloti, dokumenti, korobkasi bilan bo'ladi. Assortimenti ko'p. Kamida 2000 top kelganmiz. Xudo xolasa hammaga yetarli bo'ladi. Videoga like bosinglar, obuna bo'linglar va kommentariyalarda aktiv bo'linglar. Bularni ham 99 dan qo'yaveramiz.